nima edi voy? Shu paytda ham turg'izishadimi? Shovqinni qaranglar. Nimadir? Zombilarmi? Nima? Nahotki tez qurollarni olishim kerak edi. Savdogarga nima bo'ldi ekan? Voy, mana qilich, bolta, qalqon. Tezroq. Qalqonni kiyaman. Tashqarida zombilarning ovozi eshitilyapti. Xayriyatki ertalab bo'libdi. Mana bularni yo'q qilish kerak. Olg'a. Ma zombi. Ma zombi. Ma. Senisi ham kelyapti. Yo'yaman, bitta yo'yaman. Ma. Tezroq savdogarning oldiga borish kerak. Savdogar shunchalik boyki, do'stlar, mana buni qurgan. Hattoki qurganidan kompyuterlarim ham qotib ketyapti, telefonlarim ham qotyapti. Buni ko'rsam, buni qaranglar, qancha narsa ketgan. Uy ham zo'r, tirik bo'lsa-da eshigini buzibdi. Bularni ochish kerak. Voy. Savdogar? Hoy! Uryapti uni. Mana bu yerga kelsin. Savdogar, qanday? Assalomu alaykum janob savdogar. Savdogar, gapiring, to'xtang, qayerga ketyapsiz? Men xavotir oldim sizdan. Men nimamdan xavotir olasan? Men yaxshi yuribman. Mana bu yerda sizni urishyapti-ku. Menga hech narsa qilmaydi. Men o'lmas bo'lib ketganman. Xo'p. Men yana yashayman. Sizni yangi ko'chib kelgan deb eshitdim. Ha, to'g'ri. Men yangi ko'chib kelganman, lekin men hech narsadan qo'rqmayman. Bo'pti, xayr. Mayli, bo'pti. Ketsangiz. Eshikni qo'yib qo'ying, do'stlar. Voy, eshigi menga tushmabdi-ku. Voy, gullari, mana bu hojatxona. Yana qotyapti. Mana 3 ta narsa. Yana qotyapti. Voy. Hal ham mening uyimga kirishmabdi bular. Savdogar, yana siz qayerga ketyapsiz? Alo, eshityapsizmi? Men bilan nima ishing bor? Gapirma menga. Xo'p. Uyingizga kirib o'tiring. Mana chiqolmaysiz endi. Mana buni qaranglar do'stlar, shularga pul yetibdi. Mana bu zinalar qimmatligini. Sinish ham qiyin, buni qaranglar. Mana bu bir galam oyoqlar. Oho. Bularning hammasiga qancha narsa ketgan. Savdogar bilan bir gaplashib chiqayda men. Bu yerga emas. Mayli, tez sindir. Sindiray. Savdogar yana qayerga ketib qoldi-ya? Hojatxonada ham yo'q. Yuvashirib oldingiz. Men sizga bir gap aytmoqchiman-da. Menda hozir ozroq pul bor. Shunga sizni nima desam endi? Sizni himoyalasam nima deysiz? Bilmasam, men hozir ish qilyapman. Meni himoyalash shartmas, lekin mayli.
Xo'p, nima ish qilyapsiz? Pechka bilan shunday. Nima sotasiz? Men hali ko'p narsa sotaman. Ko'p vaqtdan beri savdo qilmaganim uchun bu narsalar ham qulflanib qoldi. Endi men bilan kimdir savdo qilish kerak. Menda, shu uyingizni himoya qilaman. Mana almazlardan, oltinlardan qurgan ekansiz. Izumrud. Karavatingizdan zo'r ko'p yumshoqligini. Meniki esa oddiy to'shama. Mana bu gulni. Voy, bu gul. Yig'i, savdogar bu gulni qayerdan olgansiz? Men bu gulni bilaman. Bu florist guli-ku, axir. Va bu noyob gul. Savdogar, shuni menga bering, Savdogar. Ha, nima deysan? U gul qimmat. Men senga uni bera olmayman. Mayli, lekin zo'r gul edi-da. Mana buni daraxtlarning yaprog'idan qilganmisiz? Tegma, quritasan. Yo'q, mayli. Ushlab ko'rishga ham yo'q. Mana bu oynalarning qalinligini. Bu planet oynalarimi? Qilich bilan ursa ham, bolta bilan ursa ham sinmas ekan. Aytmoqchi savdogar, menda sal joni ketgan oltinini olib bordi. Bo'sh kiyim olasizmi? Belqoni ko'raychi. Mana o'z tashlayman. Ko'ringchi. Oling. Men ko'rmasdan hamon ushlab ko'rib bilaman. Buni joni ketib qolgan, hech narsaga yaramaydi. Mayli, bering. Bo'pti, men ketdim, uyimga borib dam olib kelay. Ketaver, keyinroq kechgaga kel. Xo'p. La. Lekin boyagi gul juda zo'r edi-da. Meni oddiy to'shama. Narsalarni joyiga qo'yay. Pulim ham kam qolyapti. Ishonmang, qalqon ichmadim-ku. Olmos kiyimni qayerdan topding desanglar do'stlar. Shunchaki ishlab topdim. Mana xarita. Mana. Hayla, qizil, ko'k, sariq, qora. Demak, bu boyagi savdogar qurgan joy. Yorug'liklar. Ana ikkita nuqta esa meni uyim va savdogarning uyi. Men bilib oldim. Bir yotib dam olay, ertaga bo'lay. Kimdir taqillatib yana uxlayotgan paytda. Yaxshi mizg'i bo'layotgandimi? Kim? Va kim meni eshigim taqillatdi? Eshigim ham yo'q-ku o'zi. Yo'qmikan, mana buni o'rdimi? Sen qilding-a, qo'y. Sen qilding-a? Mangillama. Sen sigir qildingmi yo? Men eshigini taqillatganing uchun, kundan buzganing uchun. Mana buning uyiga ham ishga kirib oldim. Endi do'stlar, keyingi qismlarda bu akamizni uyini qo'riqlaymiz. Videoga like bosib, obuna bo'linglar. Biz mingta bo'lishimiz kerak. Mastercraft kanaliga albatta va tezroq obuna bo'ling. Sizlar bilan men Mastercraft va do'stlar, xayr.